Bismillahirrahmanirrahim. Ana bugungi darsimizda 24 dars. Ad-dars ar-rabi' wal-'ashrun. Durus lug'atning, durus lug'atlar rabi'ning ikkinchi qismi, san. Bu darsimizda so'zlik yo'q. Boshqa alohida grammatiklik nuqtalar yo'q. Faqat o'rganilgan mazmun san. Yani bugungi darsdagi songa munosabat qoidani yuqoridagi 3 turga bo'lib yig'inchoqlaymiz. Diqqat. Esimda bo'lsin. Salasatu kitob desak, 3 kutub desak, shundaymi? Salasatu kutub desak, 3 kitob degan bo'ldi-ku. Salasa degani nima? Son. Kutub degani nima? Ma'bud, sanaluvchi. Ama so'zlash ayarida son desam, Allohda bu son bo'lsin. Ma'bud desam nega olsin, sanaluvchi bo'lsin. Bu bir. Andakin o'lcham bilan o'lchamga qarshi ikki otilib chiqadi. O'lcham bilan degan bizning asalida bo'lib turadigan erlikka ta'ning kelishi, ayollarga erlikka ta'ning kelmasligi, ayollarga ta'ning kelishi bir o'lcham shundaymi? Masalan, asaldan biz o'tgan narsa tabiiy bo'lib doktor deymiz, tabiibatunni ayol doktor deymiz, shundaymi? Mudarrisada er o'qitish deymiz, mudarrisada bo'luvchi ayol o'qitish. Ama sallada ba'zanlar o'lchamiz deydi. Erlikka ta'sis, ta'lim ayollarga uchun ta'sis qilganlar bu o'lchamiz deyilgan. Diqqat. Birinchi sana munosabatlik qoida. Endi sallamni birinchi ishga yolg'iz ishlatilmaydi. Masalan, bir kitob deganni son ishlatmasak, bu kitobim degandan o'zidan bir kitob degan gap chiqadi, shundaymi? Kitob degancha kitobani, rajulun, rajulani, talibun, talibani. Shuna yolg'iz ishlatilmaydi, birlar nima? Ikki. Endi 3dan tortib 9-chi bo'lgan sonlar erlikda ta'bilan, ya'ni o'lchamsiz. Ayollarga ta'siz, o'lchamsiz keladi. Masalan, bir 3 o'quvchi demoqchi bo'lsak, talib, shundaymi? Qarab baxsak, talib erlikmi, ayollarmi? Erlik. Buni nima degan? Ta'bilan degan odamlar nima deymiz? Salasatu tullab. Kitob. Tamam yo'qmi? Yo'q. Erlik shundaymi? Mujlim 3-4 9 sanmak olsak, nima ishlatadiganmiz? Ta'shid ekanmiz. Agar ayollar bo'lib qolsa, ishlatilmaydi. Masalan, 3 qiz o'quvchi yoki 5 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsa, qiz o'qigan talibalar bo'lib, ta'sis deb hamsu talibatin bunday keladi. Bu bir. Andagi sanaluvchi, sandan keyingi keladigan esa ko'plik zil holatda keladi. 3 o'quvchi demoqchi bo'lsa, boyaqligidek hamsatu tullabin deb ko'plik bu shaklda, zil shaklda. Qayta, esimizda bo'lsin, birinchi qoida. 3dan tortib 9-chi bo'lgan sonlarningki erlik holati ta'bilan ayollar holati ta'siz keladi. Sanaluvchi ko'plik zil o'qigan holda keladi. Bu eng muhim qoida. Diqqat. İkinci qoida 11dan tortib 19-chi bo'lgan sonlardagi mesela 11, 12, 13, 14, 15 deb sanab berib, 19 shundaymi? 10 degan, 10 degan o'lcham bilan. O'lcham bilan degani erlikka ta'siz, ayollarga nima? Ta'lim. Onlar bilib keladigan hodisalarning birlab chiqishini o'lcham bilan. Erlikka vahid, ayollarga isna, nima? Ayollarga vahida. Shundaymi? Erlikka isnab, ayolga çok ıslatlar. Ölçem bilen erge, ta'siz ayolga ta'lim. Şu tarafı 9-chi bo'lgan sonlara nimasiz keladi? O'lchamsiz degan o'lchamni qarish qiladi. Erge, ta'lim, ayolga çok ta'siz. Masalan, 15 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, 15ninki 10 degan son erge erlik, ayolga keladi, shundaymi? O'g'il o'quvchi qaytishni deganmiz 10. Endi 5 degan son qiyosdan, ya'ni o'lchamning qarshisiga keladi. Ya'ni
o'g'il o'quvchilarga xamsata, shundaqmi qiz o'quvchilarga xamsura bunda ta'siz qiladi. Adavali diyeceksem, hamsete aşara taliben. Eğer kızı okuyacak olsam, hamse aşarete taliben tender diyor. Bu da. Anladın 20 gün tatil, 90 insanla, mesela 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye burada bütün insanlar var. Erlik ayarlıkta orta başlıkında. Erlik gelsin aşur, ayarlık gelsin aşur, erlik gelsin salasul, ayarlık gelsin salasul diyordu. Yani bunun hadisanları yana 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 ama 41, 42, 43, 44, 45 diyerek hadisanlar bayatın diyerek buraya ölçem bilen. Erge telsiz ayarlık nemo tali. Şuran topluluğu nima ölçemga qarshi ayolga ta'siz erginimi ta'lik qildi ifodaladi. Masalan 25 er kishi demak bo'lsa 5 inson ta'til qilishlarni er kishi o'rniga hamsata va ashrun barobar keladi. Rajulan. Mana uchinchi ko'rim bo'lsa bildirdi. Endi 11 99 narsalarning keyingi sanalg'uchisi birlik zikr qilib. 3-9-uchuna qanday qiladi? Ko'plik zikr ama andozi 11-dan tortib 99 bo'lgan sonlar birlik zikr marotaba sanalg'uchi bo'lib keladi. Masallan, masalan, sonning keyingi o'rnisi 11-dan tortib 99 bo'lgandan keyin nim desam, men o'quvchi desak taliban. Qiz o'quvchi desak talibandan, kitob desak kitobdan, shundami? Arab desak rajulandan, erlik, birlik zikr marotaba bo'ladi. Bu nuqta. Anladım 100 ve 1000 insanlar 100 1000 çıksa arayal ortak kılıyordu. Arayal var mı kılıyordu? Ortak kılıyordu. Ama şöyle anladım 100 bilen 1000 keyifden gelen sanalık için birlik zır kılıyordu. Birlik bunu zır. Bu bir nokta. Ama bu şekilde vakti 11'den dağıtıp 19 doğan sanıda ve diyemeyen bir kaydı var. O zaman 19 sonra ikilisi zina yapıldı. Qanday g'alati o'xshashlar bo'ldi. Masalan, onda ahada ashara, agar ahadu asharu deb o'qimaymiz. Hamsata asharata. Ne hamsata ashara, yoki hamsa asharata. Ne bo'lgan ana bo'ldi, zina bo'ldi. Oturup o'qiydi. Ama 25 kelgandan keyin patsiyatlar bir soat o'tirib qoldi, bo'ldi. Mesela 100'den bir insan oturduğunda okulda ne kadar çıksan oturduğunda okulda bu okulda. Yani 5. ayda yılda geçmekten bütün sonraları savaşta karanlar. Yazıldan sonra kişilikten tahtı ok çıkınız. Mesela 6543 insanı yazsak 3, 4, 5, 6 Oğlumuz olursa kavakçıda ama eğer başında kavakta 6, 5, 4, 3 tane yazılışında ama bizim için sana kavakta keyifli sanat çıkınız. Uğurdu'da 6500 kere 3'te tertiplik gelişinde ama Arap'ta kişilikten tertip çıkıldı. Mesela kişilikten sana bakayla en kişilik kayısı 3 şunda ama Salas, bunu gelince 40 ve Arba'un şunları عندك كيلو 500 و500 عندك نتيجة أوتومن و6000 ده كيلو بيسافروا ده عندك كيلو بالنسبة للفقلة أوتومن 543 كتاب ده بقايل شنو ما عندي مجرد كتاب ديجان أرلك ما يملك erlik olmanlığı hemimizden tesir koydu, dikkat tutturma. 43'deki 3 erlik olmanlığı bana kadar ayarlı şekilde gidiyor. Allah'a edildiğinde salasattu şundama. Anlıkı 40 benço beraber gidiyor. Ve arba'u şundama hakaya tesir göstermek. Biz 43 kilam tesir gösteriyor, kalan biletler üzgün kılıp mal. Kadar zaman 500 diyelim 500 Anda 5 diyorsanın keyini sanalım olsa ayarlı olsa ayarlı olsa içinde ama niye yaparken ayarlı varlık mı? Ayarlı tevava doğada 5 ezel ötür kanadında tesis. 100 oldu koşulgan her anaksan
100, 200, 300, 400, 500, 600, 900 bo'lganlarning hammasi qanday qiladi ta'sis. Chunki miyada tavom yo'q bo'ladi. Miyani o'zi tavomi, ya'ni o'z tavomiga chiqqan muannas hisoblanadi. Miyani oldida kelgan bir qilib 3 muddat 900 bo'lganlarning hammasini mumkin ta'sis qiladi. Shuna hamso miya. Sitta, amma sittadan keyin kelgan ism qanday bo'ladi? Ko'plik sababı alaf. Andakin alif degan tavomi yo'q. Qanday arifga boshqa sittaga keldi ta'kid. Demak, kitoban. Oxirgi kitoban alif, birlik zo'rlikni bor, boshqa 49 bo'lsalarni qanday bo'ladi? Birlik zo'r bor. 43 ta'sir qildim men shunday bo'lib, 43 dan ta'sir qilib birlik zo'r. Esimda bo'lsin. Menga beşikten o sallanınki keyinliğe sanalmışı aşılmıştaki 100'den aslındaki saplar falan tesir kılıyordu. Mesela altı başta 3'ten neçeye 43 kilan tesir kılıyordu. Hem 43'ten tesir kılacak uzun birlik sonra bunu düşündüğümde kalan bilekle üzgü tesir kılıp şuurun çoğu. Bana bunu çeyrek olsak kene 24 dersteki Fitrus Allah'ına bir ruh çıkaylı başlıkın ahir. Şu boyunca yukarı çömürgen boyunca çünkü normal çömürgen olsam sen gehirken